Özünün Xitayning sobiq alayda xodimi ekanligini va keyincha bu ishdan qo'l uzganligini ilgari surgan Yusufjon Ahmad 2 noyabr Istanbul vaqti kech soat 11 atrofida noma'lum kishilarning qurolli hujumiga uchirgan. Türkiye taratqullarining xabar qilishicha, Istanbulning Ovchilar mahallasida 2 noyabr kech soat 11 ga yaqin Xitoy vatandoshi bo'lgan Yusufjon Ahmad ismli bir ishchi noma'lum kishilarning qurolli hujumiga uchirgan. Hujumda qo'li va do'lisiga o'q tekkan Yusufjon Istanbuldagi Baqirköy davlat doktorxonasining jiddiy qutqizish bo'limiga yo'tkalgan. Sharqi Turkistonning Qarmay shahrida bo'lgan Yusufjon Ahmad o'tgan yili Al Jazeera televiziyasi va radiosining ziyoratini qabul qilgan chog'da Xitoyning uning oilasiga tahdid solish orqali josuslik qilishga majburlaganligini oshkorlagan edi. O'tir Sharq ko'zi to'rining 3 noyabr xabar qilishicha, Turkiyadan Saudiya Arabistonga umra haj qilg'il kelgan Uyg'ur o'limosi Hamdullah Vali Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan. U Xitoydagi vaqtida 2 qatim tutilgan bo'lib, keyin Xitoyning zulmidan qochib Turkiyaga kelgan. Turkiyada uning umrlik turish iqomati bor ekan. Uning muxbirlarga bildirishicha, u Makkaga borganda Uyg'ur qarindoshlarining taklifi bilan vaz tabliq qilgan bo'lib, Xitoylar buni anglab qolgandan keyin qattiq g'azablangan bo'lishi mumkin ekan. Xitoyning Saudiya Arabistonda turishliq elchixonasi uni chegaradan qo'g'lab chiqarishni talab qilgan bo'lib, buningdan u o'zining bexatarligidan ansirashga boshlagan. Buningdan ilgari Saudiya Arabistonning oz deganda 5 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi xabar qilingan edi. Hamdullah Valimo o'zining ashunda qismatga yo'liqib qilishidan qattiq ansirmoqda ekan. Avstraliyadan arpa va yog'och import qilishni cheklagan Xitoyning bu mahsulotlarga mis rudisi va shakar qo'shishi mo'ljallanmoqda. Avstraliya va Xitoy hukumatlari o'rtasidagi siyosiy jiddiychilikdan keyin Xitoyning Avstraliyadan import qilinadigan mahsulotlarga yana cheklama qo'yishi ilgari surilmoqda. Xitoy Tamojdan bosh mahkamasi juma kuni eksport qiluvchilarga ogohlantirish berib, Avstraliyaning Queensland o'lkasidan import qilingan mahsulotlardan ziyondosh hasharotlarning bayqalganligini va bu shtatdan import qilishni cheklanganligini e'lon qildi. Avstraliyada savdo ministri Simon Birmingham bayonotida mundaq dedi: Avstraliyaning o'xshamagan eksport uchun Xitoyga kirishda qiyinchilikqa duch kelganligi to'g'risidagi xabar kishini cho'chitadi. Xitoy Avstraliyani nishon qilgan cheklashning borligini izchil rad qilib keldi. Biz Xitoy doiralarini tovarlarning Xitoy bozoriga erkin kirishi to'g'risidagi andishalarni pasaytishga ogohlantiramiz. Daesh Avstriyaning Vinada yuz bergan qurolli hujumning javobgarligini ustiga olgan. Xabar qilinishicha, mazkur tashkilot dushanba kuni kechda Avstriyaning Vinada yuz bergan 4 kishi qazo qilgan terrorlik hujumga mas'ul ekanligini e'lon qilgan. Terrorlik tashkiloti seshanba kuni ko'chma xabarlashish detali Telegram orqali e'lon qilgan bayonotida Yahudi ibodatxonasi va opera binosiga yaqin hujumning mazkur tashkilot a'zolari tomonidan ilib berilganligini bayon qilgan. Saqchilarning bayonotida aytilishicha, qurolli hujumdan keyin 18 o'ringa qarata tekshirish ilib berilgan, 14 kishi qo'lga olingan. Yana bir tarafdan Avstriyada yuz bergan hujumdan keyin 3 kunlik motam e'lon qilindi. Xitoyning janubidagi bir suyuqlantirilgan tabiiy gaz punktida yuz bergan o't ofatida 6 odam o'lib, 3 odam yaralangan. Shinhua agentligining xabar qilishicha, Vyetnam chegarasidagi Guangxi Jungza avtonom rayonidagi Tianshan porti tabiiy gaz punktida o't ofati yuz bergan. O't ofati sababidan 6 odam qazo qilgan, 3 odam yaralangan, 1 odam yo'qolib ketgan. O't o'chirilgan bo'lib, voqea sababi tekshirilmoqda ekan. 59-cı növbətlik Amerika prezident saylimi Cumhuriyetçilərinin namzati hazırkı prezident Donald Trump bilan Demokratçılarning namzati sobiq muavin prezident Joe Biden arasida ilib berilmoqda. Saylamda 538 nafar saylam vakilining yarimidan bir ovozni ortiq olgan, ya'ni 270 vakilga erishgan nomzod g'alaba qiladi. Saylam natijasining bugun e'lon qilinishi mo'ljallanmoqda.